Barchaga assalomu alaykum. Ismim Baxtiyorov Avazbek, Ace English kanali asoschisiman. Demak, bugun sizlar bilan biz siyosiy bir maqolani tarjima qilib, ham siyosiy bilimlarimizni oshiramiz. Demak, ketdik. Victory Day in Russia, which marks the surrender of Nazi Germany to the Soviet Union, has long held particular importance in Vladimir Putin's Russia. Demak, Victory Day bu g'alaba kuni. Rossiyada g'alaba kuni bu Natsi Germaniya, ya'ni natsist Germaniyasi. Natsist degani o'zi millatchi. Ya'ni o'sha millatchi Germaniyani surrender, ya'ni yengilishini, mark degani belgilovchi. Ya'ni Sovet ittifoqiga Natsi Germaniyasini yutqizganligini yoki taslim bo'lganligini belgilovchi kun juda ham uzoq muddatdan beri muhim ahamiyatga ega Vladimir Putinning Rossiyasida demoqchi bo'lgan gap. And the particular bu aynan degani importance bu muhimlik degan ma'noni bildiradi. Yet this year the May 9 celebration usually replete with extensive parades actually across the country, and the demonstration of military hardware in Moscow is expected to be significantly pared down. Juda ham go'zal gap. Mana bu chiziqchalar, ya'ni tiralar orasidagi bu gap qo'shimcha gap desak ham bo'ladi, kiritma. Ammo bu yil, yet this year, ammo bu yil 9-maydagi demak nishonlanish, bayramni nishonlash is expected to be significantly pared down degani kutilmoqda. Qanday bo'lishi? Anchagina qisqargan shaklda, significantly anchagina, pared down qisqargan shaklda o'tkazilishi kutilmoqda. Lekin odatda qanday nishonlanadi? Usually replete with degan, replete with ga to'la, bilan to'la degan ma'noni bildiradi. Extensive parades degani juda ham keng miqyosdagi paradlar o'tkaziladi. Across the country, davlat bo'ylab har bir shahrida bilsalaringiz o'sha paradlar o'tkazilardi. And the demonstration of military hardware degani o'zini harbiy salohiyatini ko'rsatardi Moskvada. Demonstration bu ko'rsatish, military bu harbiy, hardware degani o'sha harbiy texnika degan ma'noni bildiradi. That's due to Kyiv's ongoing long-range military capabilities. Va bunga sabab nima bo'lyapti? Bu yilgi 9-mayni g'alaba kunini qisqargan shaklda o'tkazilishiga. Bu asosan Kiyevning ongoing degani davom etayotgan, due to, because of degan ma'noni bildiradi. Demak, Kiyevning davom etayotgan, long range degani uzoq masofaga, military degani harbiy, ya'ni uzoq masofaviy harbiy, capabilities bu imkoniyatlari. Ya'ni Kiyevning davom etayotgan uzoq masofaga otilayotgan demak harbiy qobiliyatlari tufayli deyapti. Ya'ni Moskvaga ham kerak bo'lsa qurollari yetib kelishi mumkin degan ma'nodagi gap. For the first time in 2 decades, 10 yillikdan beri birinchi marta, ya'ni 20 yildan beri birinchi marta Russian officials have said, ya'ni rossiyalik rasmiylar aytishdiki, there will be no lavish display of tanks and missiles. There will be no lavish display degani shohona ko'rsatuv bo'lmaydi. Ya'ni display aks ettirish, ko'rsatish. Tank and missiles. Tanks bular bilasizlar, tanklar, missiles esa bu raketalar. Ya'ni ularni ko'rsatish bo'lmaydi. Ya'ni katta miqyosda, katta ko'lamda qurol aslahalarni ko'rsatish bu yil bo'lmas ekan, 20 yildan beri birinchi marta ekan bu narsa. The reality for Putin is that the war in Ukraine, now in its 5th year, continues to be a grueling drain on Russian men, its economy and resources, and may continue to be for some time. The reality for Putin is that the war in Ukraine, ya'ni Putin uchun haqiqat shundan iboratki, Ukrainadagi urush bu yil 5-yil ketmoqda va nima bo'lishda davom etmoqchi? Grueling drain degani demak juda ham bir mashaqqatli, jonni oladigan, charchatadigan tarzda davom etmoqda. Drain degani tugab borish degan ma'noni bildiradi, charchatmoq degan ma'noni bildiradi. Russian man degani rus erkaklarini sonini kamaytirishda davom etadi bu urush demoqchi.
va uni iqtisodi va resurslariga ham shunday negativ ta'sir o'tkazadi. Va mana shu negativ trend kelasi bir qancha vaqtga ham davom etishi mumkin. Ya'ni bir qancha vaqt davomida ham mana shu rasmni, vaziyatni ko'rsatishimiz mumkin degan ma'noni bildiradi. That was underscored by the European Union's April 23 approval of a US 106 billion loan package to Ukraine. Demak, underscored degani bu underscore o'zi ta'kidlamoq degani. Bu narsa yana ham ta'kidlab o'tildiki, Rossiyaga mana shunaqa iqtisodiy, resurs tomonlama, inson resursi tomonlama bosim ortib boraveradi va bu narsa ta'kidlandi nima bilan? Yevropa Ittifoqining 23-apreldagi approval. Approval degani rozilik berish, qo'llab-quvvatlovi. Ya'ni Ukrainaga 106 milliard dollarlik loan package degani kredit paketi taqdim qilinishini tasdiqlash bu vaziyatni yanada ta'kidladi demoqchi. The aid degani yordam degani. First aid degani birinchi yordam bilsalaringiz agar. The aid, which will be a boon to Ukraine's war-torn economy, had been stymied by EU member Hungary under its former president Viktor Orban, who has ousted in April 12 elections. Demak, gap juda ham chiroyli. Bu yordam which will be a boon degani, boon bu juda ham bir katta foyda, ne'mat degan ma'noni bildiradi. Ukrainani war torn, urush tomonidan juda ham qiyin ahvolga olib kelingan iqtisodiga juda ham katta foyda bo'ladi. Va bu yordam, the aid, had been, past perfect, had been stymied by EU member Hungary. Vengriyani sobiq prezidenti Viktor Orban tomonidan stymie degani prevent degani oldini olish. Ya'ni bu yordamga to'siq bo'lib kelinyotgandi avvalgi Vengriyani demak prezidenti Viktor Orban tomonidan. Va uning o'zi ham sobiq deb atalishiga sabab who was ousted in April 12 elections. Ousted degani hokimiyatdan chetlatildi. Chunki bu kishi nima siyosiy saylovda yutqazdi. Ousted demak bu hokimiyatdan chetlashtirish. 12 aprel saylovlariga ko'ra u o'z o'rnini yo'qotdi. The resumption of EU aid and the removal of a pro-Moscow European voice at the EU represent major blows to Russia's regional strategy. The resumption degani resume, davom ettirmoq degani. EU bu European Union, Yevropa Ittifoqi yordamining davom etilinishi va remove degani olib tashlanishi. Pro-Moscow European voice. Yevropadagi Moskvani qo'llab-quvvatlovchi ovozni olib tashlanishi Yevropa Ittifoqida. Represent degani aks ettiradi. Major blows to Russia's regional strategy. Rossiyaning o'sha o'z hududidagi regional strategiyasiga katta zarba berilganligini ko'rsatadi demoqchi. Perhaps trying to reset the narrative. Balki trying to degani harakat qilish, to'g'rimi? Reset the narrative degani o'sha narrative o'zi hikoya yoki vaziyat degani. Reset degani qayta belgilash. O'zini yo'nalishini qayta belgilab olish uchun Russia declared it would mark this victory day with a 2-day ceasefire with Ukraine. Rossiya e'lon qildi, что u would mark degani celebrate yoki o'sha belgilaydi, nishonlaydi. Bu safargi g'alaba kunini nima bilan? 2 kunlik ceasefire degani o'sha urushni to'xtatish. Qisqa muddatga urushni 2 kunlik urushni to'xtatish bilan Ukraina bilan demak o'z g'alaba kunini nishonlashini aytdi va shu bilan o'zini narrativ, o'zbek tilida ham narrativ deyiladi siyosatda, o'sha o'zini hikoyasini odamlarga aytib berayotgan propagandasini o'zgartirishga harakat qilgan bo'lishi mumkin bu bilan demoqchi. Ukrainian President Volodymyr Zelensky responded by saying his country would also observe a ceasefire starting 2 days earlier on May 2nd, May 6th.
Demak, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham responded, javob qaytardi by saying, aytib nima deb javob berdi? His country would also observe a ceasefire. Uning davlati ham, demak, bu o'q otilishi to'xtatilishiga, demak, follow qiladi. Ya'ni bo'ysunadi. Starting 2 days earlier on May 6. Demak, 2 kun avval may 6 yoki 6 maydan boshlab o'sha qurol aslahalardan foydalanishni to'xtatishni, demak, to'xtatish bilan bu narsaga amal qilishini aytib o'tdi degan gap chiqyapti. Ko'ryapsizlar, ingliz tilida gaplarni bir to'liq tarjima qilish ham bir san'at hisoblanadi. Hali bu narsani to'liq egallamaganmiz. But there remain few immediate signs of a breakthrough in the conflict. Remain degani qolmoq degani, few degani juda ham kam degan ma'noni bildiradi. Demak, immediate signs degani darhol yuz beradigan. Signs bu belgilar. Breakthrough bu katta yutuq degan ma'noni bildiradi. In the conflict. Konfliktda yoki demak jangda, urushda. Demak, urushda darrov tugashi mumkin bo'lganligini bildiruvchi belgilar juda ham kam qolmoqda. Ya'ni urush darhol tugashiga ehtimollik juda ham kam demoqchi. And Russia appears chiefly interested in negotiating Ukraine's future not with Kiev but with the US President Donald Trump, who has been sympathetic to Russian interests. Va Rossiya ko'rinishidan appears o'zi fe'l, lekin bu yerda u demak ravish sifatida keladi. Ko'rinishidan chiefly degani asosan qiziqyapti, negotiating degani kelishmoq degan ma'noni bildiradi. Ukrainani kelajagini Kiyev bilan emas, balki AQSh prezidenti Donald Trump bilan kelishmoqchi. Nimaga? Who has been sympathetic to Russian interests. Chunki u Rossiyaning foydasiga sympathetic degani tushunish bilan yondashmoqda. Ya'ni Rossiya hududiy, demak, ba'zi bir ustunliklarga ega bo'lmoqchi bo'lsa, o'shanga moyilroqdek ko'rinmoqda, deyapti bu gapda. Xo'p. Ketdik. Bu joy kerak emas. As a scholar of contemporary politics in Eastern Europe, scholar bu olim, contemporary bu zamonaviy, politics bu siyosat in Eastern Europe degani Sharqiy Yevropada. Demak, Sharqiy Yevropaning zamonaviy siyosati bo'yicha olim sifatida, as degani sifatida, I see that as part of a pattern of Russian miscalculations and consistent denial of the will of citizens in democratic societies in Eastern Europe. Men, as part of a pattern of Russian miscalculations, degani, Rossiyani noto'g'ri hisob-kitoblarida yuz berayotgan pattern degani bu davomiy yuz berayotgan, qayta-qayta yuz berayotgan belgilarni ko'rib turibman. And consistent davomiy denial, rad etish. Nimani rad etish? Will of citizens in democratic societies in Eastern Europe. Sharqiy Yevropadagi demokratik jamiyatlardagi fuqarolar irodasini davomiy ravishda rad etib kelmoqda. Ya'ni fuqarolar o'z-o'ziga qaror chiqarishiga ular qarshi chiqyapti demoqchi. Indeed, bu indeed degani darhaqiqat degan ma'noda. It reflects a dominant imperial mindset. Bu, ya'ni bu holat Yevropadagi demokratik jamiyatni xohishlarini ga e'tibor qaratmaslik o'z-o'zida nimani aks ettiradi? A dominant imperial mindset, dominant bo'lgan, ustun bo'lgan imperialistik ong, ya'ni dunyoqarash mavjudligini. Kimlar orasida? Among Russia's political elites. Rossiyaning siyosiy elitasi orasida hali hanuz imperialistik dunyoqarash mavjud, ya'ni nafaqat mavjud, balki ustun ekanligini ko'rsatib bermoqda, deyapti. Which the Kremlin has not altered since the collapse of the Soviet Union in 1991. Va bu imperialistik mindset bor siyosiy elitadagilar hali ham o'zgargani yo'q Kremlda. Altered degani o'zgartirilmagan degani. Since dan beri collapse,
qulagandan beri. Nimani qulagandan beri? Sovet Ittifoqining 1991-yildagi qulagan vaqtidan beri Rossiya elitasi hali o'zgargani yo'q va ular bilan birga imperialistik dunyoqarash ham o'zgargani yo'q demoqchi. Losing hold of the old Soviet bloc. Demak, eski Sovet bloklarini losing hold degani qo'ldan chiqarib yubormoqdami degan ma'noni qo'yyapti. While formally recognizing the independence of former Soviet republics in 1991, Moscow has continued to treat these countries as part of its sphere of influence. Garchi, although yaqinrog'i, rasmiy ravishda tan olsa ham mustaqilligini sobiq Sovet respublikalarini, ya'ni 1991-yilda mustaqillikka erishgan Sovet respublikasini, sobiq Sovet respublikalarini rasmiy ravishda tan olsa-da mustaqilligini, Moskva davom etgan treat munosabatda bo'lmoq degani. Bu davlatlarga nisbatan o'zini ta'sir doirasi sifatida qarashga, shunday munosabatda bo'lishga davom etgan yoki bo'lishda davom etgan demoqchi. For more than 25 years, 25 yildan ortiq vaqt mobaynida Russia has pursued a hybrid approach. Pursued degan ma'no, pursue degani ortidan bormoq, demak qo'llamoq degan ma'noni bildiradi. A hybrid approach degan gibrid, aralash. Approach bu yondashuv. 25 yildan ortiq vaqt mobaynida beri Rossiya influencing former Soviet countries, former sobiq Sovet ittifoqi davlatlariga ta'sir o'tkazish uchun aralash yondashuvlarni qo'llab kelmoqda. Along with others in Eastern Europe. Xuddi shu usullarni Sharqiy Yevropadagi boshqa davlatlar bilan ham baham ko'rmoqda. Ya'ni xuddi shunday usulni ularga ham qo'llamoqda. That has included supporting electoral fraud. Va mana bu gibrid yondashuv, aralash yondashuv nimalarni o'z ichiga olardi desa, that has included, bu o'z ichiga olardi nimani? Supporting electoral fraud. Electoral fraud degani saylov firibgarligi, ya'ni saylovga sun'iy ravishda aralashishni qo'llab-quvvatlarkan, ya'ni boshqa davlatlarda. Economic machination, iqtisodiy maxinatsiya yoki manipulyatsiya desak bo'ladi. Media manipulation, propaganda, ya'ni media orqali odamlarni ongiga ta'sir qilish. And use of force, kuchdan foydalanish va violence, zo'ravonlikdan foydalanish. Bu nima deydi? Aralash yondashuvlarni ichiga kiruvchi usullar ekan. Indeed, darhaqiqat, suspected Russian interference in politics and elections has been a frequent occurrence in Armenia, Georgia, Moldova, Romania, and most recently Hungary. Darhaqiqat, bunday shubhali Rossiyaning aralashuvi, interference degani aralashuvi siyosatiga va saylovlariga. Qaysi davlatlarning saylovlariga? Armaniston, Gruziya, Moldaviya, Ruminiya va eng yaqin holatda Vengriyada siyosatga va saylovlarga aralashish frequent occurrence, tez uchrab turadigan holat hisoblanadi, deyapti. But Hungary and Armenia are recent and powerful examples that show the limits of Russian operations. Ammo yaqindagi Vengriya va Armeniyadagi bo'lgan misollar ko'rsatadiki, nimani ko'rsatar ekan? Rossiyaning aralashuvini yoki operatsiyalarini cheklangan ekanligini, ya'ni limitlarini, chegaralarini ko'rsatib beradi. Ya'ni ular ham hamma narsani o'zgartirib yubora olmaydi degan gap. Orban's loss in Hungary immediately dislodged Russia's most powerful point of leverage in European politics. Viktor Orban yuqorida aytib o'tgan sobiq prezidentning yutqazishi Vengriyada darhol dislodged, yo'qotildi, o'z pozitsiyasini yo'qotdi degan ma'nodagi so'z bu. Dislodged, most powerful point of leverage. Demak, eng kuchli richagidan mosuvo bo'ldi desak bo'ladi Rossiya Yevropani siyosatida. Chunki Orban uni siyosatini doimo qo'llab kelgan, ya'ni Rossiya va Putinning. Meanwhile, xuddi shu vaqtda
In Yerevan on May 5th, Armenia hosted a bilateral summit with the EU where the country established stronger economic and defense ties to the bloc. Shu bilan birgalikda Yerevanda 5-mayda Armaniston hosted degani mezbonlik qildi. Bilateral ikki tomonlama summit degani summit yig'ilish, majlis. Ikki tomonlama majlisga demak mezbonlik qildi. Ikkinchi tomon bu Yevropa Ittifoqi ekan va u yerda mamlakat kuchliroq iqtisodiy va mudofaa aloqalarini o'rnatibdi blok bilan. Ya'ni blok deganda Yevropa Ittifoqi nazarda tutilmoqda. It was a stark diplomatic event. Bu esa stark, juda ham ko'zga ko'rinarli diplomatik voqea bo'ldi for the country, davlat uchun, that has long been a junior ally of Russia's, but which has increasingly moved away from Moscow. Bu juda ham sezilarli diplomatik voqea bo'ldi mamlakat uchun. Qanday mamlakat uchun? Uzoq vaqtlardan beri kichik ally degani hamkor desak ham bo'ladi yoki ittifoqchi desak ham bo'ladi. Rossiyani juda ham uzoq vaqtdan beri kichik hamkori, ittifoqchisi bo'lib kelgan va borgan sari Moskvadan uzoqlashib borayotgan mamlakat uchun katta va sezilarli diplomatik voqea bo'ldi demoqchi. Ukraine, a test of Russian policy. Ukraina Rossiya siyosatining yoki ichki siyosatini sinovdan o'tkazishmi degan ma'nodagi gap. Yet Ukraine remains the focal point of both the extent and limits of Russian external interference. Focal point demak, yangi so'zlarga qarab qo'yamiz. Focal point degani bu markaziy nuqta yoki o'sha diqqat qaratilgan nuqta. Extent degani ko'lam, kenglik, torlik bu ko'lam. Limits degani chegaralari. Russian degani Rossiyaning external interference, tashqi aralashuvi. Ammo bu yerda ammo Ukraina Rossiyaning tashqi aralashuvining ko'lami va cheklovlarini ko'rsatib beruvchi markaziy nuqta bo'lib qolmoqda. Chiroyli tarjima chiqdi. Putin has been attempting to have a loyal proxy government in the country ever since being spurned by Leonid Kuchma. Demak, qaraymiz yangi so'zlarga. Loyal proxy government bu qo'g'irchoq hukumat, ya'ni boshqa davlatga xizmat qiluvchi hukumat degan ma'noni bildiradi. Putin uzoq vaqtdan beri harakat qilib kelyapti o'ziga, demak, qo'g'irchoq hukumat o'rnatib olishga. Qayerda? In the country. Bu yerda Ukrainada degan ma'noni bildirmoqda, nazarda tutilyapti. Leonid Kuchma demak rad etgandan beri u o'sha o'ziga ishonchli bo'lgan odamni qo'yishga harakat qilib kelyapti. Leonid Kuchma kim bo'lgan? The second president of Ukraine, who was in office until 2005, who proclaimed that Ukraine is not Russia. Leonid Kuchma Ukrainaning ikkinchi prezidenti bo'lgan va u ofisni 2005-yilgacha boshqargan. Ya'ni davlatni ofisda turib boshqargan. Proclaimed degani e'lon qilgan. Va u shunday deb e'lon qilgan. Ukraina Rossiya emas. Ya'ni Ukraina Rossiyaga tobe emasligini e'lon qilgan prezident bo'lgan ekan. In Ukraine's 2004 presidential elections, Ukrainaning 2004-yildagi prezidentlik saylovlarida Putin's Kremlin threw its substantial resources behind Kuchma's prime minister, Viktor Yanukovych, who was seen as more friendly to Russian interests. Putin Kremli through degani uloqtirdi, otdi. It's substantial degani juda ham katta, sezilarli. Resources degani demak resurslar, moddiy bo'lsin, boshqa turdagi resurslar bo'lsin. Demak, otibdi. Kuchmani prime minister, bosh vaziri orqasiga qo'llov sifatida otibdi. Va bosh vazirning ismi Viktor Yanukovych bo'lgan ekan. Who was seen as more friendly to Russian interests degani Rossiyaning foydasiga do'stona qaragan bo'lib ko'ringan inson edi demoqchi. Ya'ni
Viktor Yanukovich Rossiya parastroq odam bo'lganligi uchun Putinning Kremli uni hokimiyatga kelishi uchun juda ham katta resurslardan foydalangan degan ma'nodagi gap chiqdi. Since then, o'shandan beri, its relationship with the country has been one of external interference. Uning munosabati, Rossiyaning munosabati Ukraina bilan tashqi ta'sirdan tashkil topib qo'ya qoldi. Ya'ni ichki siyosatiga hokimiyatga keltira olmagandan keyin tashqi tomonlama ta'sir o'tkazishga harakat qildi. Putin's message throughout has been clear. O'shandan beri Putinning yetkazmoqchi bo'lgan xabari doim aniq bo'lgan. The West, in its fights against Russia, has sought to colonize and destroy Ukraine by supporting nationalist forces against Moscow's interests. G'arb o'zining Rossiyaga qarshi urushida has sought, seekni past formasi yoki verb 3 formasi ham desak bo'laveradi bu yerda. Demak, o'zini Rossiyaga bo'lgan urushida Ukrainani buzib tashlab kolonizatsiya, ya'ni mustamlakaga aylantirishga harakat qilgan. Nima qilish orqali? Natsional kuchlarni, ya'ni millatchi kuchlarni Moskvani qiziqishiga qarshi bo'lgan, Moskvani foydasiga qarshi turgan millatchilarni qo'llash orqali. Facing consistently strong Ukrainian civil society and sovereignty movements, Russia found it difficult to fully implement its goals through political subversion or influence. Ukrainadagi fuqarolik jamiyati va suverenitet harakatlarini doimiy ravishda ko'rganligi uchun yoki shunga yuz kelganligi uchun Rossiya found it difficult degan, Rossiyaga qiyindek tuyuldi. Nima? To fully implement. Implement degani qo'llab-quvvatlash, amalga oshirish. To'liq o'z g'oyasini amalga oshirish, siyosiy subversion degani siyosiy qo'poruvchilik orqali yoki ta'sir o'tkazish orqali. Endi gapni chiroyliroq tarjima qilamiz. Ukrainadagi fuqarolik jamiyati va suverenitet harakatlariga duch kelavergach, qayta-qayta Rossiya o'ziga, demak, o'zining maqsadlarini siyosiy qo'poruvchilik yoki ta'sir o'tkazish orqali to'liq amalga oshirishni qiyin deb topdi, qiyin deb bildi degan ma'nodagi gap. So Moscow increasingly turned to military options. Shu sababli Rossiya increasingly degani borgan sari, turn to ga murojaat qildi degani. Military options harbiy variantlarga murojaat qilishni boshladi. In March 2014, Russia moved to annex Crimea and began a war in Ukraine's eastern border regions of Luhansk and Donetsk. Mart 2014-yilda Rossiya moved to annex Crimea, Qrim yarim orolini, demak, anneksiya qilishga kirishdi. Anneksiya qilmoq degani bu hududni qo'shib olish o'zini hududiga degan ma'noni bildiradi, boshqa davlatning hududini. Began a war in Ukraine's eastern border. Demak, Ukrainaning sharqiy chegara hududlarida urush boshladi. Sharqiy chegaralari bu Lugansk va Donetsk, demak, viloyatlari. That war in the east ground on 4 years. Until in 2022, Putin made the decision to double down yet again, this time opting for a full invasion. Bu urush shartdagi urush, ground on 4 years degani shu holatda qolib ketdi 22-yilgacha. Va 22-yilda Putin qaror qildi. To double down degani kuchaytirish, 2 barobar oshirish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni pozitsiyasini kuchaytirdi. Yana bir bor yet again degani. This time opting for a full invasion. Va bu safar to'liq invasion, bosib olish variantini opt for degan tanladi degan ma'noni bildiradi. The goal of the war was, in Putin's own words, to demilitarize and denazify Ukraine. Putinning o'z so'zlari bilan aytganda, urushning maqsadi demilitarizatsiya va denazifikatsiya qilish edi Ukrainani. Demilitarizatsiya degani harbiy qurolsizlantirish,
Denazifikatsiya bu denazify o'sha millatchilarni yo'q qilish degan ma'noni bildiradi. Yet 4 years later, ammo 4 yildan keyin ham Putin's desire for regime change has not yielded the desired results. Putinning rejimni o'zgartirish, ya'ni hokimiyatdagi odamni o'zgartirish xohishi hali ham xohlagan desired degani желанный xohlangan natijalarni yielded bermadi degan ma'noni anglatyapti. The human cost of Russian pursuits. Demak, Rossiyani maqsadlarining odamlardagi narxi, ya'ni qancha odam o'lmoqda Rossiyani maqsadlarida degan ma'nodagi gap. Over the past year, o'tgan yil davomida Trump's commitment to a peace deal between Ukraine and Russia without first establishing a durable ceasefire has moved the US position towards Putin's. Demak, o'tgan yil mobaynida Trumpning commitment o'zini bag'ishlashi nimaga? A peace deal, tinchlik kelishuviga erishishga o'zini bag'ishlashi ikki davlat o'rtasida, Ukraina va Rossiya o'rtasida. Qanday qilib, demak, tinchlikka erishmoqchi bo'ldi? Dastlab uzoq muddatli, demak, o't o'chirishga erishmasdan turib, bunga tinchlikka erishishga harakat qilishi USning pozitsiyasini, AQShning pozitsiyasini Putinning pozitsiyasiga yaqinlashtirdi. Ya'ni qurol otish, o'qdan foydalanish tugatilmadi, lekin tinchlik haqida gap ketyapti va bu narsa Tramp Vashingtoni va Putin Kreml orasidagi maqsadlar mushtarakligiga olib keldi. That has included Trump's support for Ukraine's territorial concession as the grinding war continues. Demak, demak, va bu narsa included degani o'z ichiga oldi, bilasizlar. Demak, Trampning qo'llab-quvvatlovi Ukrainani territorial concession degani voz kechishiga. Demak, grinding war degani holdan toydiruvchi urush davom etar ekan, Tramp qo'llab-quvvatlay boshladi Ukraina hududiy yon berishi kerakligini, ya'ni Rossiyaga o'sha Donetsk, Lugansk va boshqa hududlarni berilishini, demak, ta'kidlay boshladi demoqchi. Without significant territorial gains, sezilarli territorial gain qo'lga kiritishlarsiz, ya'ni hech qanday bir sezilarli yerlarni qo'lga kiritishlarsiz, Russia has continued and intensified its campaign of mass airstrikes and drone attacks on Ukrainian population centers. Rossiya davom etdi va kuchaytirdi o'zini havo massivi, ya'ni butun keng ko'lamli demak havo hujumlarini va dron hujumlari kampaniyasini davom ettirdi va kuchaytirdi degan ma'no bo'lyapti. Qayerga kuchaytirdi? Ukrainani mahalliy markazlarga, ya'ni aholi ko'p yashaydigan markazlarga shunday hujumlar uyushtirishni davom ettirdi va kuchaytirdi demoqchi. Darhaqiqat 25-yilda, indeed in 2025 was the deadliest year since the start of the full-scale invasion. 2025-yil eng o'lim ko'p bo'lgan yil bo'ldi. To'laqonli full-scale invasion degani to'laqonli bosqin boshlangandan beri. Civilian deaths. Civilian degani tinch aholi orasidagi o'limlar were up 26%, 26% oshdi 25-yilda over the previous year. Demak, o'tgan yil mobaynida, bir yil davomida o'sha 26% oshibdi. Davom etdik, ketdik. In the especially cold winter of 2025-2026, Russia consistently targeted the energy grids vital to the millions of Ukrainians. 25-26-yilning juda ham sovuq bo'lgan qishida Rossiya consistently, davomiy ravishda targeted, o'qqa tutdi, ya'ni mo'ljalladi. Energy grids degani energetika tarmoqlarini o'qqa tutishda davom etibdi. Va bu narsalar vital, hayot uchun muhim edi millionlab ukrainaliklar uchun. Across Ukraine, Ukraina bo'ylab, at the record low freezing temperatures, people endure daily attacks by drones and artillery. Ukraina bo'ylab rekord darajadagi past
sovuq demak temperaturalarda odamlar endured degan sabr bardosh qildi kunlik hujumlarga dronlar va artilleriya tomonidan uyushtirilgan mana shunday hujumlarga chidashga majbur bo'ldi while trying to survive without electricity va shu bilan birgalikda demak running water oqova suv heat отопление issiqlik electricity tok siz tirik qolishga demak harakat qilish bilan birgalikda ana shunday demak hujumlarni sabr bilan yengib o'tishga majbur bo'ldi demoqchi. The Kremlin's plan to put maximum pressure on Ukrainian civilians in the hope that Ukrainians would start blaming their leadership for refusing peace on Putin's terms has not worked. Kremlning rejasi ish bermadi demoqchi umuman gapda va ularning rejasi nimadan iborat edi Ukraina tinch aholisiga maksimum bosim o'tkazish nimani umid qilib ukrainaliklar o'zlarining hokimiyatdagilarini Rossiyaning Putini bilan yoki Putinning Rossiyasining shartlariga ko'nmasdan kelishuvga erishmayotganligi tufayli ayblashini xohladi. Ammo bu reja amalga oshmadi. Ya'ni ukrainaliklarni ular o'z hokimiyatiga qarshi turishini xohlagan edi, umid qilgandi. Ammo bu narsa ish bermadi demoqchi ushbu maqolada. For its parts, часть этого, shuning bir qismi sifatida the Ukrainian leadership has refused Russia's maximalist war aims while cautiously continuing a commitment to the US mediated peace process. Shuning bir qismi sifatida Ukrainaning hokimiyatidagilar Rossiyaning maksimalist war aims, ya'ni maksimum urush maqsadlariga rad javobini berdi. Ya'ni 4 ta viloyati yana ba'zi bir talablarni demak qo'ygandi Rossiya tomoni. Shularga bo'ysunishni rad etdi va shu bilan birgalikda cautiously ehtiyotkorlik bilan davom etdi. A commitment to the US mediated peace process. AQSh tomonidan olib borilayotgan tinchlik jarayonlariga o'zining sodiqligini ehtiyotkorlik bilan davom ettirdi demoqchi. Zelensky's approval ratings remain steady at around 60%. Har bir prezidentning davlatda qo'llov darajasi bo'ladi. Zelenskiyning qo'llab-quvvatlanuv, approval degani qo'llab-quvvatlash, rating bu rating bilasizlar, reytingi stabil qolmoqda 60% atrofida. The public opposition to Moscow's demands on territorial concessions have not budget either. Budget degani demak yon bermadi yoki foyda bermadi degan ma'noni bildirmoqda. Jamoaviy oppozitsiya Moskvani talablariga, ya'ni territoriyalarni berish uchun demak hududiy yon bosuv talablariga qarshilik jamiyat tomonidan bunga ta'sir o'tkazmadi va with a majority of Ukrainians continuing to categorically reject territorial concessions va ukrainaliklarning asosiy qismi davom etmoqda. Categorically degani umuman to'laqonli, reject degani rad etish, territorial concessions bu hududiy yon berishlarga, ya'ni hech qanaqasiga hududiy yon bermaymiz deyapti ekan juda ham ko'pchilik ukrainaliklar. Those numbers have not changed significantly since 2024 va bu raqamlar sezilarli darajada o'zgarmadi 2024-yildan beri demoqchi. Yet, biroq, war and surviving it takes a toll. Ammo urush va unda tirik qolish take a toll degani ma'lum bir darajada zarar yetkazadi, ya'ni o'znikini oladi degan ma'nodagi gap. And the experience of the year of negotiations has left many disillusioned. Disillusioned degani bu demak hammani hafsalasini pir degan ma'nodagi so'z. Va kelishuvlar yili ko'pchilik odamlarni demak hafsalasini pir with some 70% doubting that peace talks will lead to a lasting solution. Va shuning natijasida 70% odam doubting, shubha qilmoqda that peace talks, tinchlik, demak tinchlik
suhbatlarimi yoki diplomatik aloqalari qandaydir bir lasting, uzoq muddatlik solution, yechimga olib borishiga shubha qilmoqda. Ya'ni juda ham ko'pchilik odam Rossiya bilan demak kelishuvga erishish ma'lum bir yechimga olib kelishiga shubha bilan qaramoqda. A murky future. A murky future degani noaniq kelajak. Murky degani shu loyqaroq, ya'ni tiniq bo'lmagan kelajak. The last rounds of US mediated talks between Russia and Ukraine took place February 16, 2026. Oxirgi raund AQSh tomonidan o'tkazilgan oxirgi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi raund uchrashuvlar, suhbatlar 26 yil 16 fevralda bo'lib o'tdi. While Zelensky insists that the talks are not stalled, stall degan to'xtab qolmasligiga demak insists turib olgan bo'lsa ham, talab qilayotgan bo'lsa ham, garchi Zelenskiy bunday tinchlikka bo'lgan uchrashuvlar to'xtab qolmasligini talab qilayotgan bo'lsa ham, Russia's top diplomat, Rossiyaning top juda ham eng katta diplomati Sergey Lavrov has said that negotiations are not Russia's top priority. Priority bu eng ustun prioritet, top priority degani eng asosiy maqsad. Sergey Lavrovning fikriga ko'ra, negotiations bu kelishuvlar Rossiyaning eng muhim maqsadi emas deb aytibdi. Buoyed by buoyed by high oil prices as a result of the US war in Iran, Russia has pursued a spring offensive and not relinquished its demands on Ukraine's territories. Buoyed by degani demak yuqorilanib ketish, ruhlanib ketish. Nima orqali ruhlanib ketdi? AQShning Erondagi urushi natijasida neft narxining oshishidan ruhlangan Rossiya has pursued a spring offensive. Bahorgi hujumlarga o'tdi va relinquish degani bu voz kechmoq degan ma'noni bildiradi. Va voz kechmadi, its demands o'zini talablaridan. Ukrainani hududiy talablaridan voz kechmadi. Ya'ni menga hududingni berasan deb turib olgan demoqchi. Yet this demand remains a non-starter for Ukraine and Zelensky. Non-starter degani bu umuman qabul qilib bo'lmaydigan shart. Ammo bu talab Ukraina va Zelenskiy uchun umuman qabul qilib bo'lmaydigan shart sifatida qolmoqda. As the Trump administration embraces the Russian land for security plan, Russia and its allies are likely to continue to put pressure on Zelensky, portraying him as an obstacle to peace talks. Trump administratsiyasi borgan sari quchoq olib kutib olmoqda. Embrace degani xursandchilik bilan qabul qilmoq degani. Rossiyaning Land for Security, xavfsizlik uchun yer g'oyasini borgan sari qabul qilayotganligi tufayli Rossiya va uning ittifoqchilari katta ehtimollik bilan davom ettiradi Zelenskiyga bosim o'tkazishda. Va uni portraying him as degani uni sifatida ko'rsatishni boshlaydi. Qanday sifatda? Obstacle, to'siq. Peace talks degani tinchlik suhbatlariga bo'lgan yo'ldagi to'siq sifatida ko'rsata boshlashadi. Ya'ni mana senga shart qo'yyapmiz tinchlik uchun, ammo sen ko'nmayapsan degan ma'noda. But especially given Moscow's recent vows, bu musibat, qayg'u degan ma'noni bildiradi. Ya'ni yutqiziq degan ma'noni bildiradi. Ayniqsa oxirgi Moskvani demak mag'lubiyatlari tufayli, from losing a reliable ally in Hungary to the related EU loan guarantee, demak o'zini Vengriyadagi ishonarli odamini yo'qotishdan tortib Yevropa ittifoqining demak loan degani bu kredit, guarantee degani kafolati. Kredit kafolatigacha demak mag'lubiyatidan kelib chiqib, it's unlikely that a continued grinding war will convince Ukrainians to abandon their sovereignty or serve Russia's own security. Katta ehtimollik bilan davom etayotgan grinding war, bunday charchoqli urush Ukrainaliklarni ishontira oladi. Convince degani ishontira oladi. Abandon degani to'laqonli tark etish.
o'zini suvereniteti, mustaqilligini tark etishga ishontira olishi ehtimoldan xoli. Va bu narsa Rossiyaning o'zining xavfsizligiga ham xizmat qilishi ehtimoldan xoli deyapti. Do'stlar, biz mukammal tarjimon emasmiz, ammo qo'limizdan kelgan barcha, demak, harakatni qildik va bundan keyin ham artikellarni, mana shunaqa maqolalarni tarjima qilib sizni siyosiy, tabiiy, biologik, kimik, til borasidagi umuman hamma sohalardan bir maqolalar ko'rib chiqamiz va shu sohalarda bilimlaringizni, o'zimizni ham bilimimizni oshirishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting va biz sizlarga bundan da sifatliroq kontentni va ma'lumotlarni yetkazishga va'da beramiz. Xayr, salomat bo'ling.